ayolni nima qaritadi? E'tiborsizlik qaritadi. U sizga yoshligini, go'zalligini, hamma narsasini beradi. Ikki o't orasida turib, o'lim bilan yoqalashib, bunday farzandlarni hadya etadi. Hop, unga har kuni sevaman, kuyaman, o'laman deb sovg'alar olib bermang. Sizni bittagina qarashingiz, bir og'izgina yaxshimisan deganingizni o'zi unga dunyolarni hadya etadi. Nega ishingizni bitirish uchun kimlargadir mehr ko'rsatasiz, ko'chadagilarga yaxshi gaplarni aytasiz. Mehr manbai uyingizga kelganda nega o'sha zaxira tugab qoladi? Ko'p tilamas, shirin so'zning gadosi, zaif emas har narsaning adosi, yuragida farishtalar nidosi. Uni ayol derlar. Agar ayolingiz hamisha yoningizda 18 yosh bo'lib turishini xohlasangiz, unga dunyoning zebu zevarini emas, yaxshi gapingizni berishni unutmang, ayamang. Qizg'anchiq bo'lmang aziz erkaklar.